Yo'q birodarlar, bomdoddan keyin uxlash mumkin emas degan gap yo'q. Kun chiqqandan keyin uxlasangiz, o'sha baraka bomdod namozi bilan kun chiqishlik orasida bo'ladi. Yer yuzida birodarlar, bironta uy yaxshiligi ko'p, haloyiq uchun xayriyati davomiy bo'lgan Ka'bachalik bo'la olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Ana birodarlar, halol savdo, rizq, baraka haqida katta dars boshlaganmiz. Baraka haqida mana bugun 4-darsimiz. Bu darslarni boshlayotganimizda niyat qilganmiz. Baraka nima degan savol berilganda bizda ana shu savollarga yetarli javob bo'lsin. Baraka nima ekanligini tushunib olaylik degan narsani oldiga maqsad qilib qo'yganmiz. Rizq quvish kerak emas. Rizq yozilgan. Rizqqa sabab bo'ladigan mehnatni qilamiz, biz baraka qidirishimiz kerak. Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning davomiy turishi. Bir narsaki uni ustida ilohiy xayriyat davomiy turadi. Qaysi narsa Allohning toatiga sarflanayotgan bo'lsa, demak shu narsa barakali. Pulingiz Alloh rozi bo'ladigan joyga sarflanyaptimi? Demak pulingizda baraka bor. Vaqtingiz Alloh rozi bo'lgan ishlarga ketyaptimi? Demak barakali. Umringiz Allohni rozi qiladigan ishga sarflanyaptimi? Demak umringiz barakali. Muhammad alayhisolatu vassalam va u zotning sahobalari eng taqvodor insonlar bo'lishgan. Ana shu taqvo sabablarini qoyim qilishida eng peshqadam inson bo'lishgan. Shuning uchun ularda hamma yo'q barakali bo'lgan. Umri ham, puli ham, vaqti ham, sog'ligi ham. Barakali inson qanaqa bo'ladi u? U shunaqa odamki, qayerda bo'lsa ham u undan foydalaniladi. Barakali odam qayerda bo'lsa atrofidagilarga foydasi tegadi. Endi inson taqvosi kuchaygan sari, Allohga yaqin bo'lgan sari barakasi ham ziyoda bo'lib boradi. Vaqtiga, umriga baraka kiradi. Qisqagina vaqtda ko'p ishlarga yo'laydi, ozgina mablag'i bilan katta amallarni qilishga muvaffaq bo'ladi. Barakali kishi qanaqa bo'ladi? Barakali kishining suhbati ham barakali bo'ladi. Eng barakali inson bu ilmli inson. Hadisda aytiladi-ku, katta hadis, farishtalar bu odamlar haqida Allohga hisob berganda Alloh ularni hammasini gunohini kechirganligini aytadi. Ilm majlisi niyatida kelganlarni. Shunda farishtalar Parvardigor, mana banda ilm majlisi deb kelgani yo'q. Bir ishi bilan keldi. Uni ham kechiraversanmi deganida Alloh taolo aytdi, u majlis, ilm majlisi shunday majliski, u yerda o'tirgan odamlar shunday odamlarki, ular bilan birga o'tirganlar bu narsadan, xayriyatdan mahrum bo'lmaydi. Ma'qulmi? Ilm majlisi eng barakotli majlislardan. Barakot. Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotlarni barakotli qildi. Makonlarni, vaqtlarni, o'rinlarni. Ana barakali vaqtga misol. Laylatul Qadr kechasi. Qadr kechasi barakali kecha. Laylatul Qadri xoyrun min alfi shahr. Boshqa oyatda inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin dedi. Albatta biz uni bir muborak, barakotli kechada nozil qildik. Ramazon kechasi hammasi barakalik, endi uning ichida Qadr kechasi barakasi ziyodaroq bo'ladi. Chunki Qur'on nozil bo'lgan kecha barakali bo'lmay iloji yo'qda. Chunki Qur'onning o'zi tushganligi bu kechani barakasi uchun kifoya qiladi. Zulhijja oyining 1-10 kuni. Bu ham muborak kunlar. Barakali vaqtlardan tong pallasi barakali birodarlar. Rizqni kelishi
baraka yo'llari ochiladigan vaqt tong paytida bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizning Muhammad alayhisalomning ummatini tongi vaqtiga baraka tilaganlar. Aytganlarki, Allohumma barik li ummati fi bukuriha. Parvardigor, ummatimning ertalabki vaqtini barakali qilgin. Yo'q birodarlar, bomdoddan keyin uxlash mumkin emas degan gap yo'q. Kun chiqqandan keyin uxlasangiz, o'sha baraka bomdod namozi bilan kun chiqishlik orasida bo'ladi. Kun chiqqandan keyin uxlavering. Bilasizmi, bomdodni masjidda o'qigan va o'sha uxlamagan kuningiz qandaydir 25 soatga o'xshab ko'rinadi. U chakkani ishini qilmaysan, yana vaqting qoladi. Demak, tong pallasi barakali birodarlar. Bomdod namozini o'qigandan keyin o'sha biz aytayotgan zikrlarni aytsangiz-chi, kun chiqib oladi. To'g'rimi? Bomdod namozi bilan kun chiqish orasidagi uyqu birodarlar, kunni eng zo'r vaqtini boy berishlik bo'ladi. Qadr kechasi barakalik, Zulhijja oyining avvalgi 10 kuni barakalik, sahargi vaqt barakalik. Endi o'rinlardan barakaligi. Baytulloh, Ka'ba-i muazzama barakotlik. Yer yuzida birodarlar, bironta uy yaxshiligi ko'p, haloyiq uchun xayriyati davomiy bo'lgan Ka'bachalik bo'la olmaydi. Xayriyati ko'p, haloyiq uchun barakasi davomiy bo'lgan Ka'bachalik boshqa bir uy yo'q. Bu uyni barakotli ekanligini Alloh taoloning o'zi aytayapti. Astagfirullah. Inna awwala baytin wudiya lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan va hudan lil alamin. Albatta odamlar ibodat qilishlari uchun qurilgan birinchi uy Makkadagi muborak va butun olamlar uchun hidoyat bo'lgan Ka'ba. Demak, Ka'ba-i muazzama barakot. Barakaligini ko'ringki, Ibrohim alayhisolamning duosi tufayli hech qanday ekin o'smaydigan joyda dunyoning hamma meva-chevasi bor. Ka'ba-i muazzamada o'qilgan bir rakat namoz, nafil namoz, boshqa masjidlarda o'qilgan 100 ming rakat nafil namozga teng. Barakotli o'rinlardan Madina-i Munawvara. Madina-i Munawvara muborak birodarlar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina-i Munawvaraga Robbisidan barakot tilab duo qilganlar. Allohumma ja'al bil madinati dhi'fa ma ja'alta bi Makkata min al baraka. Muttafaqun alayh. Parvardigor, Madinaga Makkaga bergan barakangdan 2 barobarini bergin. Muhammad alayhisolamning duolari ijobat birodarlar. Makkadagidan ko'ra 2 barobar ko'proq baraka berdi deb duo qilyaptilar Rasululloh. Allohumma barik lana fi madinatina va barik lana fi sa'ina va muddina. Ikkinchi duolari. Parvardigor, Madinamizga baraka ber. Bizga so'yimizni va muddimizni barakali qilib ber. Ya'ni o'lchov birliklari. Masjidun Nabaviy barakali birodarlar. Unda o'qilgan 1 rakat nafil namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 rakat nafil namozga teng. Masjidul Aqso va uning atrofini Alloh taolo barakotli qilib qo'ydi. Astagfirullah. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqso allazi barakna havlahu. Alloh bir kecha o'z bandasini unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidul Haromdan Quddusdagi biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidul Aqsoga sayr qildirgan zotdir. Masjidul Aqsoda o'qilgan 1 rakat namoz birodarlar, boshqa masjidlarda o'qilgan nafil namozlardan 500 rakatiga teng bo'ladi. Demak, Alloh taolo vaqtni barakotli qilgan ekan, Alloh taolo joyini barakotli qilgan ekan. Alloh azza va jalla ana shu salafus solihinlarni yaxshilikni va barakani asli bo'lgan Qur'oni Karimni o'rganishlikka hidoyat qildi. Hamma barakot Qur'onda. Hamma barakot sunnatda. Mana shu Qur'on bilan sunnatni o'qib o'rganib amal qilishlikka Alloh u salafus solihinlarni hidoyat qildi
va natijada ular barakotga ega bo'lishdi. Usmon ibn Affon Roma qudug'ini sotib olib musulmonlarga hadya qildi. Jayshul Usrani jihozladi. Kambag'al bo'lib qoldimi shu bilan? Yo'q, Alloh taolo barakot berdi. Moli dunyosini hisob-kitobi yo'q edi. Abdurrahmon ibn Avf Jayshul Usraga molini yarmini olib keldi. Payg'ambarimiz duo qildilar. Olib kelganingizga ham, qoldirib kelganingizga ham baraka bersin. Abdurrahmon ibn Avfning moli shunaqa ko'paydiki, Madinaga sig'may qoldi. Karvonlar, tuyalari. Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu ansorlarning sayyidlaridan edi, Madinaning sayyidlaridan. 31 yoshga kirganda islomni qabul qilgan edi. Vafot etganida 37 yoki 38 yoshda edi. 6 yil yoki 7 yil islomda umr ko'rdi. Lekin shunday barakotli hayot bo'ldiki, u kishi vafot etganida Allohning arshi titradi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu inson muborak inson edi. Qarang, hali bomdod vaqti bo'lmasdan turib, kasal ko'rgani ham ulgudi. Janozaga ergashgani ham ulgudi. Sadaqa qilishga ham ulgudi. Bu ulug' sahoba Rasulullohdan keyin bor yo'g'i 2 yil xalifa bo'libdi. 2 yildan ozgina ko'proq. Lekin mana shu 2 yil muddatda ichida shunaqa katta g'alabalar, futuhotlar, yaxshiliklarni qo'lga kiritdiki, aqllar lol qoladi. 2 yildan sal ko'proq muddat. Mana shunga o'xshagan qisqa muddatda ichida juda katta bir xayriyatlar erishgan yana bir ulug' inson. Ummaviylarning xalifalaridan bo'lgan Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz bu kishi ham musulmonlarga xalifa bo'ldi-da, 2 yildan ko'proq umr ko'rdi. Endi u kishining barakotini ko'ringki, taqvosini ko'ringki, davlat ishida olib borgan adolatli siyosatini ko'ringki, yurtda shunaqa baraka, shunaqa kengchilik yoldiki, kambag'al qolmadi. Insoniyatning oltin davri deydi tarixchilar mana shu davrni. Boylar zakotini do'ppisiga solib tillasini, kambag'alni qidirishiga to'g'ri kelgan. Haqiqatan ertakka o'xshayaptimi? Lekin shunaqa bo'lgan. Agar adolat hokim bo'lsa mamlakatda, bir yurtda adolat qoyim bo'lsa, shu yurtda albatta xayriyat yoyiladi. Bir zavodda, bir fabrikada, bir tashkilotda rahbari adolatli bo'lsa, oilani boshlig'i adolatli bo'ladigan bo'lsa, baraka keladi. Mana avvalgi darslarimizda aytdik-ku. Ahmad ibn Hanbalning musnadlarida keltirilyapti. Banu Umayyaning xazinalarining orasida xurmoning danagichalik keladigan bir dona bug'doy turar edi. Bir dona bug'doy xurmoni danagichalik keladi. Yozib qo'yilgan, bu adolat qoyim bo'lgan davrda o'sar edi. Umar ibn Abdul Aziz davrida xazinada pul shunaqa ko'payib ketdiki, sarf qiladigan joy qolmadi. Davlatda sarflaydigan joy qolmadi pulda. Nima qiladi? Xalifa buyurdi. Qarzdorlar bo'lsa e'lon qilinglar. Kelsin, davlatning hisobidan qarzlarni uzib qo'yamiz. Qarzdor ham qolmadi. Yana pul to'lib toshyapti. Baraka. Yana buyurdi. Buyuring. Uylanishga imkon bo'lmayotgan bo'ydoqlar bo'lsa, kesin uylab qo'yamiz. Eshitsang ertakka o'xshaydi, lekin barakotli odamlar shunaqa bo'lgan. Adolat qoyim bo'lsa, adolat hukm sursa, barakot mana shunday yoyilgan. Salaf solihlardan biri aytadiki, Qur'on tilovatini qancha ko'p qilganim sari vaqtimga baraka kirishni boshladi. Qiroatni, tilovatni ko'paytiraverdim, vaqtimga baraka kiraverdi, shunday qilib 10 poraga yetkazdim bir kunda deydi. Ulgurmayotganlar hech narsaga. Vaqti yetmayotganlar. Tushunarlimi ishora? Eslangda, Qur'on o'qishni bilasiz, qachon o'qidingiz bir porani o'tirib. Va qarangda, telefoningizda qancha o'tiribsiz kunda. Endi ulgurmaysiz hech narsaga. Bu ulug' insonlarning hayotiga nazar soladigan bo'lsak, ular hayotida baraka topgan ekan. Qanday erishganlar bunga? Ikkita narsa bor. Iymon va taqvo. Ularni iymoni va taqvosiga yarasha Alloh tomonidan baraka berildi. Biz birodarlar
baraka haqida gapirganimizda Alloh taoloning ushbu oyati doim ko'z o'ngimizda tursin. Astagfirullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Mana bu oyat bizi ustimizga baraka kelishligining formulasi. Alloh taolo aytayapti, agar qishloq ahllari, umuman odamlar iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, biz albatta ularga osmon va yerdan barakotlarni ochib qo'ygan bo'lar edik. Xulosa, sizning iymoningiz va taqvoingizga yarasha ustingizga baraka keladi. Iymoningizga yarasha, taqvoingizga yarasha baraka keladi. Baraka nima? Al-barakatu hiya subutul khayril ilahi fi shay. Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning sobit bo'lishi. Baraka hammamizga kerak, birodarlar. Hech kim barakadan behojat bo'la olmaydi. Hatto anbiyo va rasullar ham Allohdan baraka so'rashgan. Inson farz va sunnatlarni bajarishiga yarasha, harom amallardan tiyilishiga yarasha baraka keladi. Baraka iymoning va taqvoiga yarasha bo'ladi. Birodarlar, mana bir necha jumadan beri baraka haqida dars qilyapmiz. Bugungi mavzuyimiz al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka sizlarning oralaringizdagi yoshi kattalar bilan birgadir. Oxirgi paytga kelib, mana shu yosh kattalarga bo'lgan hurmat, e'tibor avvalgilardaqa bo'lmay qo'ydi. Sovet davrida katta bo'lganmiz, namozxonlar ko'p emas edi, juda ko'pchilik ichar edi, din diyonatga yo'l biz xohlaganchalik emas edi, masjidlar yopiq edi, ammo o'zimizni yurtimizni mentalitetidan kelib chiqib turib, kattalarni siylagan, kattalarni hurmat qilgan degan narsa tomir-tomirimizga singdirilgan edi. Ammo taassuf oxirgi paytga kelib, o'zini dindor deb bilgan, taqvodor deb bilgan, sunnatga amal qilyapman deb, oyatga amal qilyapman deyotgan ayrim birodarlarimizda mana shu yosh kattalarga bo'lgan behurmatlik, mensimaslik ko'payib ketayotganligini ko'ryapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kichkinalarimizga shafqat ko'rsatmagan, kattalarimizni hurmat qilmagan va ulamolarimizning haqqini bilmaganlar mendan emas deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. Kimi uyda yosh katta otasi, onasi bo'lsa, uni barakasi bor. Faqat uni bilmaydi u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. Yoshi ulug'lardagi baraka nima? Mana baraka nima ekanligini aytdik. Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning davomiy turishi. Misol bilan tushuntirdik. Opatedizdan qolgan ketmon bor. 100 yildan o'tib qoldi, ishlayapti. Yo'qolib ham ketmadi, cho'kib ham ketmadi suvga, biroq o'g'irlab ham ketmadi. Ishlayapti. Ungacha siz 20 ta 30 ta ketmon oldingiz, uy qurguncha nechtasi kelib, nechtasi ketdi. Demak, ularda baraka yo'q edi. Mana bu turgan ketmonda baraka bor. Tushunarlimi? Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning davomiy bo'lishi. U baraka vaqtning ustida bo'lishi mumkin, ilmning ustida bo'lishi mumkin, pulning ustida bo'lishi mumkin, joyda bo'lishi mumkin. Yoshi ulug'lardagi baraka. Bu nima degani? Bundan maqsad nima? Qarindosh ulug'larning orasida din va aql egasi bo'lgan yoshi ulug' zotlarni tabarruk qilishligi bu mustahab amallardan hisoblanadi. Al-Qarofiy Az-Zahirada shunday deydi. Chunki u kim? Yoshi ulug' inson. Yoshi ulug' musulmon inson. Yoshlardan ko'ra ertaroq Alloh taologa itoat qilgan. Ya'ni sendan ko'ra ertaroq bosh sajdaga tekkan, sendan ko'ra ko'proq tasbih aytgan. Shuning uchun uni hayoti senikidan ko'ra barakaliroq bo'ladi. Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi kattalaringiz bilandir. Sahobalar bu hadisni qanday tushunishgan?
Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Qala la yazalu an-nasu bi khayrin ma akhadhu al-ilma an akabirihim. Modomiki deydi bu ulug' sahobiy, odamlar ilmni oralaridagi yoshi ulug' insonlardan olishar ekan, xayriyatda davomiy bo'ladilar. Ilm beradigan odam ustozlarimiz bor. Endi mana shu ustozlarning ichida yosh kattaroqlaridan ilm olinar ekan, xayriyat davomiy bo'ladi. Chunki u yosh katta olim odamda ham ilm bor, ham hayotiy tajriba bor. Ta'limul muta'allimda Imom Zarnuji aytadi, ustoz tanlashlikda 3 ta sifatiga qara deydi. Birinchisi ilmli bo'lsin. Shuni alaganda ilmli bo'lish kerak ustoz. Ikkinchisi taqvoli bo'lsin, uchinchisi yosh katta bo'lsin deydi. Chunki ko'pni ko'rgan bo'ladi-da uchi. Ilmni yoshi ulug'laringlardan olar ekansizlar, sizlar xayriyatda davomiy bo'lasizlar, deyapti Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Bundan murod ana shu olimlarni hayotiy tajribalari katta bo'ladi. Ularning majlislarida xayriyat va baraka bo'ladi, din va dunyo salohiyati bo'ladi. Yoshi ulug'lar jamiyatni ustunlari bo'ladi. Endi bu yoshi ulug'lar yana ilmli bo'lsa-chi? Ulardan ta'lim, hikmat o'rganiladi. Ana shu ta'lim, hikmatni o'rgansa, yoshlarning hayoti to'g'ri ketadi. Nima uchun yosh kattalar jamiyatda ustuni deyilyapti? Nimaga yosh kattalarga quloq sol deyilyapti? Chunki ular birodarlar yoshi bir yerga borib qolgan, qiziqqonlik yo'q, o'zini bosib olgan, issiq-sovuqni boshidan o'tkazgan, shoshqaloqligi tugagan. Oq-qorani ajratishgan, ularda viqor paydo bo'lgan, nima yaxshi, nima yomon ekanligini yoshlardan ko'ra mana shu yosh kattalar yaxshi biladi. Nima yaxshi, nima yomonligini yosh kattalar yaxshiroq bilishadi. Endi ularni mana shuncha to'plab qo'ygan tajribasidan foydalanish uchun ularga murojaat qilish kerak va ularning duosini olishlikka haris bo'lish kerak. Imom Kalabaziy o'zining Bahrul Favoidida shunday deydi: ularning aqllari, odoblari va fikrlari komil bo'ldi. Ularda yoshlikning yengilligi va shoshqaloqligi tugadi. Ko'p narsalarni boshlaridan o'tkazishdiki, ular bilan hamsuhbat bo'linsa, ularning odoblaridan va tajribalaridan foyda olish mumkin bo'ladi. Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar: Inna min ijlalillahi ta'ala ikromu zil shaybatil muslim. Albatta musulmon oqsoqolni hurmat qilishlik Allohni ulug'lashligidan bo'ladi. Ya'ni Allohni ulug'lagan musulmon odamgina musulmon oqsoqolni hurmat qiladi. Ma'qulmi? Bu cholaring 60 ga kirganda namoz o'qigan. Bular o'zi asli manaqa bo'lgan, yoshligida manaqa bo'lgan, endi manaqa bo'lib qolishdi deydiganlarni bilasizlar, o'sha odamdan uzoqroq bo'laveringlar. Zato buchi o'sha yoshga yetdi. Yoshligi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'sha ishlarni to'xtatdi agar yomon ishlari bo'lsa. Tavba qilib masjidga keldi. Qani senga garanti 50 yoki 40 ga kirishingga? Albatta musulmon oqsoqolni hurmat qilishlik Allohni ulug'lashlikdan bo'ladi. Agar biz Allohni ulug'laydigan yoshlar bo'lsak, musulmonlar, o'zimizdan yosh katta musulmonlarni, oqsoqollarni albatta hurmat qilishimiz kerak ekan. Bu bizni Allohga bo'lgan taqvoyimiz bir ko'rinishi bo'ladi. Yosh kattalar, aytdik, bular to'xtangan odamlar. Dunyoni zeb-ziynatidan zerikkan, yegan, ichgan, kiygan, safar qilgan, dunyoni shahvatlaridan zerikkan. Shuning uchun ularni so'zlarida hikmat bo'ladi. Ota-onasi bor, o'tirmaydi, ish ko'p, bitta hovlida yashaydi, orada bir necha kun o'tib ketadi, ota-onasi bilan ko'rishmaydi. O'pkalab malollasa nima qilay deydi? Ham yo'qni qilib beryapman-ku deydi. Uy-joyi bor. Yeyish-ichishi hammasi zo'r, kiyim-kechagini qilib berganman. Nima qilishim kerak yana deydi. O'g'il bola, otang seni-chi, beradigan ovqatingga, kiyimingga muhtoj emas. Seni o'zini yonida bo'lishini xohlaydi xolos.
Bu qarib qolgan ota-onaning asosiy ehtiyoji ruhiy va ma'naviy qadr-qimmatida. Ular ana shu farzandlarini, oila a'zolarini o'zining yonida bo'lishni xohlaydi. Ulardan hurmatni, izzat, e'tiromni ko'rishlikni xohlaydi. Shuning uchun ota-onasi borlar, eshitib qo'yinglar, dunyodagi eng boy odam sizlarsizlar. Otangiz bormi, onangiz bormi, ikkalasi bormi, eng boy odam siz. Ertaga ketib qoladi. Ketib qoladi. Bormasan deydigan odam ham qolmaydi. Imom Molikdan keltiriladi: "Va min ta'zimillahi azza va jalla ta'zimu dish-shaybatil muslim." Albatta musulmon oqsoqolni ulug'lashlik Allohni ulug'lashlikdan bo'ladi. Mana endi yoshi ulug'larni, islomda, iymonda yoshi ulg'aygan kishilarni fazilat haqida payg'ambarimizni quyidagi hadisini o'qiymiz. Rasululloh aytadilar: "Laysa ahadun afzal indallohi min mu'minin yu'ammaru fil islam li tasbihihi va takbirihi va tahlilihi." Rasululloh aytibdilar, Allohning nazdida islomda yoshi ulg'aygan mu'mindan ko'ra hech kim afzal bo'lmaydi. Tasbihi uchun, takbiri uchun, tahlili uchun. Musulmon bo'lib tug'ildi, musulmon bo'lib yashadi, musulmon bo'lib qarida oqsoqol bo'ldi. Mana shu odam Alloh uchun eng sevimli banda. Nima uchun? Tasbih aytgani uchun, takbir aytgani uchun, tahlil aytgani uchun. Qaranglarda, islomda bo'lib turib uzoq umr ko'rishlik qanchalar xayriyat ekanligini bitta misoli. Talhat ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu tirikligida jannatli ekanligini Rasulullohning tilidan eshitgan ashara-i mubashsharaning bittasi. Ikkita odam kelib, kalima keltirib, musulmon bo'ldi payg'ambarimizning huzurida. Ikkita odam teng musulmon bo'ldi. Orada bir qancha vaqt o'tdi. Haligi ikkita odamning birinchisi jihodga chiqib shahid bo'ldi. Alloh shahidlikni ato qildi. Oradan bir yil o'tdi. Haligi ikkita odamning ikkinchisi o'zining uyida to'shagida oddiy o'lim bilan o'ldi. Talha roziyallohu anhu tush ko'rdi. Tushida jannatning eshigini oldida turganmish. Yonida boyagi ikkala kishi. Bittasi shahid bo'lib ketgan 1 yil burun, bittasi oddiy o'lim bilan o'lgan 1 yil keyin. Jannat eshigi ochildi, u yerdan chiquvchi chiqdi-da, o'zini to'shagida oddiy o'lim bilan o'lgan odamni birinchi olib kirib ketdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin ikkinchi marta chiqib, shahid bo'lib o'lganni keyin olib kirib ketdi. Bir oz turganidan keyin Talha roziyallohu anhu haligi chiquvchi chiqib, senga hali vaqt bo'lmadi dedi. Uyg'onsa tushi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida mana shu tushini aytib berdi. Talha roziyallohu anhu. Shunda sahobalar subhanalloh, subhanalloh deb hayron bo'lishdi. Rasululloh aytdilar: "Nimaga hayron bo'lyapsizlar? Nimadan hayron bo'lyapsizlar?" Ular aytishdi: "Ya Rasululloh, ikkalasi teng iymonga keldi. Bittasi shahid bo'lib o'ldi. Ikkinchisi 1 yil keyin oddiy o'lim bilan o'ldi. Nimaga shahid birinchi kirmadi? Nimaga oddiy o'lgan odam uyiga birinchi kirdi jannatga?" dedi. Rasululloh aytdilar: "Keyin o'lgan odam 1 yil uzoqroq umr ko'rdimi?" Ko'rdi. "Falon rakat namoz, falon amallar va ro'zani ham qo'shimcha tutdimi?" Ha. Demak, buni ajri undan ulug' bo'ladi dedilar. Endi tushunyapsizlarmi? Islomda soch soqori oqarib, iymon e'tiqodida ibodatda turibdimi shu oqsoqol? Hadisda aytayapti, tasbihi, tahlili, takbiri uchun Alloh uchun bundan afzal odam bo'lmaydi deyapti. Yosh kichkinalar, yosh kattalarni hurmat qilishingni bu bizning ixtiyorimizdagi ishimiz ekan deb o'ylamanglar. Bu vojib amal. Demak, shahid bo'lib ketgan odamdan ko'ra 1 yil uzoqroq umr ko'rib, ko'proq amal qilgan odam jannatga birinchi kirayotganligi siz bilan bizga islomda siz bilan bizdan ko'ra uzoqroq umr kechirgan inson bizdan yaxshiroq inson bo'lishligini bildiradi. Yoshlar kuchli bo'ladi, shijoatli bo'ladi, g'ayratli bo'ladi, lekin tajribasi bo'lmaydi. Agar ana shu yosh kattalarni hurmat qilib, ularning tajribasini oladigan bo'lsa, ularda bor hikmatni olishadigan bo'lsa, juda ko'p xatolardan saqlaydi o'zini yoshlar. Undan tashqari jamiyatda bosh bo'lgan odamlar hurmati bo'lmasa jamiyatga, bunday jamiyat yo'lidan chiqadi.
Qaytaraman. Jamiyatga peshvo bo'lish kerak bo'lgan yoshi katta ulug' insonlar behurmat qilinsa, bu jamiyat parokandalikka yuz tutadi. Kattalar gapi o'tmasa yoshlarga nima bo'ladi? Dinimizning dushmanlari birodarlar bu narsani yaxshi biladi. O'shuning uchun ulug' shaxsiyatlarni, ulamolarni, yoshi ulug'larimizni har xil fitnalar bilan obro'yini tushirishga harakat qiladi. Nima qiladi? Ayblari bo'lsa poylab qidirib yuradi. Agar aybini topolmasa tuhmat qilishga jur'at qiladi. Ilmlarini shubha ostiga qo'yadi. Ha umi bu manaqa u. Ha bu manaqa. Bora shunaqa odamlar atrofimizda. Jamiyatni yo'lboshchisi bo'lgan yosh kattalarga hurmat yo'q bo'ladigan bo'lsa, peshvolarga nisbatan hurmat yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu jamiyat halokatga yuz tutadi. Ana shu ulug'lar haqida shubha tug'dirish, obro'sini tushirish, kamsitishlik birodarlar. Bizi dinimizda ham, millatimizda ham yo'q bo'lgan narsa. Yosh katta odamni nazaridan qolma degan gap bor bizda. Shuning uchun islom olamida birodarlar, mana shu yosh ulug'larni hurmat qilishlik muhim amallardan hisoblanadi. Bundan tashqari kama tadim tudan deyiladi. Nima eksang shuni o'rasan degani. Rasululloh aytadilar: "Ma akrama shabun shaykhon li sinnihi illa sakharallohu lahu man yukrimuhu inda sinnihi." Yosh yigit bir qariyani uning yoshi uchun hurmat qilib qo'ysa, yosh yigit, yosh katta qariyani yoshi ulug'ligi uchun hurmat qilib qo'ysa, bu yosh yigit ham yosh katta bo'lib qaraganida uni hurmat qiladigan kimsaga ro'baro bo'ladi. Nima eksang, shuni o'rasan. Rasululloh boshqa hadislarida marhamat qiladilar. Ya'ni yoshlarimizga rahim qilmagan va oqsoqollarimizni ulug'lamagan odam bizdan emas. Rasululloh tonyaptilar bunaqa odamdan. Yoshlarga beshafqat, kattalarga behurmat. Demak, bu siz bilan bizni zimmamizdagi vojib bo'lgan amal. Musulmon jamiyatida yosh kattalarning obro'si, hurmati muhim bo'ladi. Kim yoshi ulug' olimni, umuman olimni haq huquqini tan olmasa, uni behurmat qilsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa odamdan yuz o'girganlar. Keyingi hadisga quloq tutamiz. Laysa min ummati man lam yujilla kabirana va yarham saghirana va ya'rif li alimina haqqahu. Uboda ibn Somit roziyallohu anhudan payg'ambarimiz aytadilar: kattamizni hurmat qilmagan, kichigimizga rahim qilmagan va olimimizning haqqini tan olmagan kishi mening ummatimdan emasdir. Imom Ahmad rivoyat. Demak, kattani hurmat qilish kerak, kichikka rahim shafqatli bo'lish kerak, olimning haqqini bilish kerak. Olimning haqqini tan olmagan, behurmat qilgan odam Rasululloh bunaqa odamdan tonyaptilar, mendan emas deyaptilar. O'zi anaqa bo'lsa-chi, domla, mana seni ishing emas o'shaqa bo'lganda hamchi. Sen o'zing bilan ovora bo'ldi. Imom Hokim rivoyat qilgan hadisda bunday deyiladi: Laysa minna man lam yujilla kabirana va yarham saghirana va ya'rif li alimina haqqahu. Kimki kattamizni hurmat qilmasa, kichigimizga rahim qilmasa va olimimizning haqqini bilmasa, bizdan emasdir. O'shuning uchun qadimdan bu yurtdagilar ilmli odamni ko'rganda hurmat bajo keltirgan. Chunki uni hurmat qilishligi o'zini foydasi edi. Ilm birodarlar buyuk ne'mat. Ilmni haqqini tan olmaslik odamlarni ilmga bo'lgan qiziqishini so'ndiradi. Agar jamiyatda olimlarning hurmati bo'lmasa, ilmga rag'bat bo'lmaydigan bo'lsa, bu jamiyat yana parokandalikka yuz tutadi. Hikmatda aytiladi: Al-ummatu allati laysa laha akabiru laysat umma. Al-umma allati laysa laha akabiru laysat umma. Kattalari, ulug'lari yo'q millat, millat emas.
Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi ulug'laringlar bilan birga bo'ladi. Abu Hanifa kim bo'pti? Imom Shofiy kim bo'pti? Hum rijal va nahnu rijal. Ular ham erkak, biz ham erkak. Ular ham ilmli, biz ham ilmlik. Abu Hanifaga jur'at qilishadi. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Abu Hanifa bilasanmi, tobein hisoblanadi. Sahobalardan 6 yoki 7 tasini ko'rgan. Sahoba, tobein, taba tobein. To'ralar mazhab boshi imomlarimiz birodarlar, yo tobein yo taba tobein bo'ladi. Rasululloh maqtagan 3 ta asrning vakillari, Rasulullohning zamoni saodatiga yaqin bo'lgan insonlar, shularni sha'niga noma'qul so'zlarda aytayotganlar musulmonmikin deb olgan keladi-da. Qolgan 3 ta imom, mazhab bosh imomlar. Imom Azamni Imom Azam degan shular. Eng ulug' imom degan. Abu Hanifa Imom Ahmad bin Hanbaldan so'rashdi. 100 mingta hadis bilgan odam fatvo aytsa bo'ladimi dedi? Yo'q dedi. O'sha Abu Hanifaga, Imom Shofiyga toshlatayotganlar 2 mingta hadisni ham bilmaydi. Mingta ham bilmaydi kerak bo'lsa. O'tirib olib Abu Hanifani muhokama qilyapti. 200 mingta hadis bilsa-chi desa yo'q dedi. 200 mingta hadis roviylari bilan, matni bilan naizust, ya'ni kallasida turadi. 300 mingta bilsa-chi dedi, yo'q dedi. Hadis ilmining ummoni bo'lgan Imom Ahmad ibn Hanbal 300 mingta hadis bilgan odam fatvo aytishga haqqi yo'q deyapti. 400 mingtachi 400 mingta hadisni yoddan bilsa fatvo aytsa bo'ladimi deganida kaftini ko'tarib qimlatib qo'ydi. Endi bizni zamonimizda o'tirgan ayrim o'zini ilmli sanagan odamlar Abu Hanifani, Imom Shofiyni behurmat qilib, ularga hadis yetib bormagan, ular ma'nosini bilmagan deb turibdi. Imom Bayhaqiy rivoyat qiladi. Rasululloh aytadilar: "Jalisil kubara va sa'ilil ulama va xolitil hukama." Yoshi ulug'lar bilan o'tirgin, ulamolardan so'ragin, hakimlarga aralashib yurgin. Yoshi ulug'lar bilan o'tirgin, ulamolardan so'ragin, hakimlarga aralashib yurgin. Bu Rasulullohning buyrug'i. Jamiyatni barakasi birodarlar, ana shu jamiyatdagi yoshi ulug' insonlar bilan bo'ladi. Aytdik, yosh kattalarning tajribasidan bahramand bo'ladigan bo'lsa, yoshlar juda ko'p hayotda xatolardan, qoqilishlardan o'zlarini ehtiyot qiladi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Al-barakatu ma'a akabirikum." Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga 2 ta arobiy keldi. Kelib biri dedi: "Ya Rasululloh, ayyun nasi xoyr?" 2 ta arobiy payg'ambarimiz oldiga kelib so'rayapti. Odamlarda yaxshisi kim ya Rasululloh deganida Rasululloh aytdilar: "Tuba liman tola umruhu va hasuna amaluhu." Umri uzun bo'lgan, amali chiroyli bo'lgan odamga tubo bo'lsin, ya'ni jannat bo'lsin. Demak, yaxshi odam kim ekan biz oramizda? Umri uzun, ya'ni yoshi katta va amali chiroyli bo'lish kerak ekan. Ikkinchisi so'radi: "Ayyu amalil xoyr?" Qaysi amal eng yaxshi amal? Rasululloh aytdilar: "An tufariqa dunya va lisanuka rotbun min zikrillah." Dunyoni tark qilayotgan paytingda tiling Allohning zikri bilan nam bo'lishligi. Ya'ni zikrni shunaqa ko'p aytadiki, joni chiqib ketayotganda ham tilida zikr turgan edi. Eng yaxshi odam kim? Ya Rasululloh. Umri uzun bo'lgan, amali chiroyli bo'lgan odam. Eng yaxshi amal qaysi amal? Dunyoni tark qilayotganingda tiling Allohning zikri bilan nam bo'lib turishligi. Endi bir odamni umri uzun bo'lsa-yu, amali chiroyli bo'lmasa, birodarlar, bunaqa uzun umr balo bo'ladi. Yoshning katta bo'lishligini o'zi yaxshilikning alomati emas. Uni yonboshida amali ham nima bo'lish kerak? Chiroyli bo'lish kerak. Bunaqa uzun umr o'zini egasi uchun balo bo'ladi. Boshqa hadisda payg'ambarimiz aytdilar: "Xoyrun nasi man tola umruhu va hasuna amaluhu." Odamlarning yaxshisi umri uzun bo'lgani
va amali chiroyli bo'lgani va sharrun nasi man tola umruhu va sa'a amaluhu. Odamlarning yomonichi? Odamlarning yomoni umri uzun, amali yomon bo'lganidir. Agar yoshi katta bo'lib yomon amallardan tiyilmayotgan bo'lsa, aroq ichsa, birov ko'rsatmay, qimor o'ynasa, protsentga pul bersa, zino qilsa, qo'yingki, amallari xunuk bo'ladigan bo'lsa, mana shu yoshi katta odam jamiyatdagi eng yomon odam bo'ladi. Alloh azza va jalla hammamizni umrimizni uzun va amallarimizni chiroyli bo'lishiga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.